Kasaba uyushmasining asosiy vazifasi nimalardan iborat? Mehnat muhofazasini yangi iqtisodiy munosabatlarga mos ravishda tashkil etish, mehnatkashlarning haq-huquqlari va manfaatlarini ishonchli himoya qilishdan iborat. Shu kungacha kasaba uyushmalari bu borada ko'plab ishlarni amalga oshirib kelmoqda. Xo'sh, endi zamonaviy kasaba uyushmalari qanday bo'lishi kerak? Bu borada yoshlarimizning fikrlari bilan tanishamiz. Kasaba uyushmasi qarorlarini ochiq va shaffof qilish uchun elektron referendum va ovoz berish platformasi yaratilsa, masalan, uni ochiq kasaba deb nomlashimiz mumkin. Sun'iy intellekt yordamida maslahat berish xizmati yo'lga qo'yilsa, bunda ishchilarga mehnat qonunchiligi va huquqlari bo'yicha tezkor javob beradigan chatbot yaratilsa yaxshi bo'lardi. Жұмысшылар өз құқы һәм имканиятлары хақында мағлумат алу мүмкін болған бір платформа жаратылса. Айтайлық, Smart Outcome мобил платформасы жаратылса. Ол жерде жұмысшылар өз шағымы, ұсынысын жіберу, жаңалықтардан хабардар болу имканияты болса. Бұл бағдарламада жұмысшылар үшін жасалма интеллект жәрдемінде жұмыс шариатын мониторинг қылу мүмкін болсын. Қызметкерлер жұмыс шариатын бағдарламаға кіртеді, жасалма интеллект болса, машқаларын анықтап анализдейді. Кәсіптік ауқама анализдер текарында жұмыс берушілер менен сөйлесулер алып барсын. Kasaba uyushmalari faollari tomonidan ishchi xodimlar uchun huquqiy va psixologik qo'llab-quvvatlash guruhlarini tuzish hamda professionallar tomonidan bepul maslahat xizmatlarini tashkil etishni taklif etar edim. Hammamiz bilamizki, kasaba uyushmalari yetakchilari jamoat tarafidan saylab qo'yiladi. Ko'pchilikka bosh bo'lish oson ish emas. Ayniqsa, yetakchi har kuni yuz ko'rishadigan, to'yi ham, ma'rakasi ham bir bo'lgan jamoadoshlari tomonidan saylab qo'yilibdimi? Bu ikki karra mas'uliyat demakdir. Bir muddat avval hamkasblari orasidan saralangan saylangan rais ish tutumida xolislik, fidoyilik, halollik, adolat kabi mezonlarga nechog'li amal qilayotganligi unga ishonch bildirganlar kun kelib sarhisob pallasida albatta baho beradilar. Bu fikrlar shu kunlarda korxona va tashkilotlarda o'tayotgan hisobot saylov yig'ilishlarida takror o'z isbotini topmoqda. O'tgan 5 yil davomida ishchi xodimlarning ijtimoiy, iqtisodiy, huquqiy himoyasiga astoydil bel bog'lab, zimmasiga yuklatilgan vazifalarga qalb amri bilan yondashgan kasaba qo'mlar nomzodi bu gal ham yakdillik bilan ma'qullanmoqda. Faoliyatida sustkashlikka yo'l qo'ygan kasaba uyushmalarining oltin qoidalariga bepisandlik bilan qaragan raislar esa aksincha aravadan tushib qolmoqda. Har qanday holatda, barcha zamonlarda, kecha, bugun va kelajakda ham kasaba uyushmalari hozirgidan ancha rivojlangan va zamon talabiga mos tarzda o'zgarishi mumkin, lekin uning oldiga qo'ygan asosiy maqsadi va vazifalari mehnatkashlarning ijtimoiy, iqtisodiy va huquqiy manfaatlarini ishonchli himoya qilishdan iborat bo'lib qolaveradi.